Marojniy yeyish tomoq og'rig'iga olib kelmaydi. Ko'pchilik farzandiga marojniy yema, tomog'ing og'rib qoladi deb xato gapirishadi. Hozir sizlar bilan marojniyni foydali tomonlarini ko'rib chiqamiz. Marojniyni oz-ozdan iste'mol qilishi nafas yo'llarini sovuq haroratga o'rganishga, buning natijasida tomoq og'rig'iga qarshi immunitet hosil bo'ladi. Keyingisi esa miyani oziqlantiradi, tinchlantiradi va kayfiyatni ko'taradi. Oxirgisi moddalar almashuvida ishtirok etadi. 20 ga yaqin vitamin, yog' kislotalari, kaliy, fosfor bilan organizmni ta'minlaydi. Ba'zi holatlar bor, marojniy yeyish tavsiya qilinmaydi. Bu surunkali tanzillit, anginasi bor bemorlarda marojniy yeyish tavsiya qilinmaydi, chunki kasallikni kuchaytirib yuboradi. O'zi aslida marojniy tomog'ingizni hech qachon og'ritmaydi. Любой lor doktorga borib, pediatrga borib so'rang, marojniy tomog'ini og'ritmaydi. Qishda ham, kuzda ham marojniy yesangiz bo'ladi. Marojniyni shunaqa foydalarini bilarmidinglar?